Bilamaysiz, xudo xolasa, mashinasi o'zlari bilan vodiyni bo'ylab bo'lsa, 2 soatda xonadonlarga yetib boradi. Bo'ylari xudo xolasa 80 rub qo'yapti bu. Aka, mana ikkitasi egizak mana. Aha. O'rtadagi bilan bunisi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari. Maynaqa gigant qo'zilarda xudo xolasa sevuvchi aka-ukalarimiz Ozodbek Uz kanalini muntazam kuzatayotgan qadrdonlarimiz. Xudo xolasa bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha har doimgidek mashhur qishloq, Optumchilar qishlog'i, Saroq qishlog'ida, puli bilan, qo'yi bilan, hamma narsa bilan xudo xolasa maqtansa bo'ladigan mana gigant qo'zilarni olib kelgan ukamiz Oxunjonni oldiga keldik. Ukam, assalomu alaykum. Ozodbek aka, tuzimsiz. Assalomu alaykum obunachilar, tuzimsizlar. Xudo xolasa like-ni bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Narxlar o'ta go'zal bo'ladi. 75 plus qo'zilar keldi xudo xolasa. Like-ni bosib qo'ysa, bundan ham zo'rladi narxlari. Inshaalloh. Xudo xolasa akalarim, ukalarim like-ni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qo'ylarga bahosini o'zlaring beraverasizlar degan umiddamiz. Demak, bugungi syomkamizni boshlaymiz. Bugungi syomkamizga nechta partiya, nechta sonlar qo'ylarimiz xudo xolasa. Xo'p. Aka, soniga 70 ga yaqin qo'zilar bor. Xo'p. 70 ga yaqin. Birinchi partiyamiz 25 ta. 25. Dur javohirlarini saraladik. Maşallah. Hop, ikkinchi partiya 4 partiya qo'y chiqadi aka, xudo 4 xolasa. partiya chiqadi. Demak, birinchi partiyamizga sonlari 25 bosh, ha? 25 bosh. Bularning hammasi qo'chqormi? Qo'chqor. Ya maşallah. O'sha qo'chqor bo'lganda ham o'sha gigant variantlardan ekan aka. O'ta go'zallar aka, bor. Nomeradellari mana. Nomeradellari. Akalarim, ukalarim qo'llab-quvvatlab, like-ni bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Narxini ham mana shunaqa qo'ylardaqa, qo'chqorlardaqa go'zal qilamiz xudo xolasa. Demak, bularning yosh oyligi qanaqa uka? Hop, aka, bularda oyliga keladigan bo'lsak 9 oylik plus. 9 oy plusda. Ichida 10 oyliklari ham bor. 10 ga yaqin qo'zilar bor. Demak, tushunadi. Bular yemini yalab turgan, ha? Yemini yalab turgan, olib borishadi, yemga tashlashaveradi. Qurbonlikka zaruratdan so'ysa ham bo'laveradi aka. Ya maşallah. Qurbonlikka so'ysa ham bo'laveradigan gigant variantlardan xudo xolasa mana kameramizga ham sig'mayapti, orqa dumbalari ham kelaversa. Gap yo'q. Xudo xolasa qo'ylarni zo'ri keldi. Yerda ishtilari, sinovlariga mana uyingizdan kichkina o't o'sib qolsa ham xudo xolasa yeb tashaveradigan variantlardan kelibdi. Yemoq-ichmoqlariga garantiyasi qanaqa bo'ladi-ku? Hop, aka, bizda shu yemoq-ichmoqiga bir hafta sinab olishadi. Bir hafta. Yesa, ichsa qoladi, yemasa, ichmasa uka deyishadi. O'rniga bitta qo'y boradi aka. Mashalloh. Xudo xolasa, demak, akalarim, ukalarim, ukamizni lavzlarini eshityapsizlar. Like-ni bosib qo'llab-quvvatlab turaveramiz. Demak, bularning uka dastavkasi qanaqa bo'ladi? Dastavkasi aka bizni bo'ynimizga bo'ladi. Mana shunga bo'ladi aka. Samarqandgacha olishsin, hop 3 ta 5 ta olishsin yetkazib beramiz. Yetkazib beraveramiz. Toshkentgacha bitta 2 ta qo'shni o'rtada kelishib olishsa ham yetkazib beramiz aka. Ya gap yo'q, joningiz omon bo'lsin. Demak, akalarim, ukalarim, xudo xolasa, ko'rib turibsizlar. Narx-navolarni ham endi chiroyli qilib surishtirib, yo'lida qilib olaveramiz. Demak, uka, qo'ylar maqtash shart emas, o'zini-o'zi maqtaydigan qo'ylar. Bo'y basti qanaqa chiqyapti bular? Aka, bitta o'lchaylik. Hop. Qarab turing. Hozir bitta o'lchaymiz, keyin narxini aytaman. Hozir narxini aytadigan bo'lsam, undaylik bo'lib qoladi. Bitta shunday bo'yini o'lchaylik. O'lchaymiz. Ushavorasiz, undan keyin narxini aytaman. Ishonavering, narxiga shu agar 50 ta like bosish iloj bo'lganda bosaman degan odamlar ko'payib ketadi. Ey joningiz omon bo'lsin. Metrimiz qani? Metrimiz mana-da. Bo'l, bittasini o'lchavoramiz xudo xolasa. Vo'l, mana bu qaranglar, toza kashtanlari. Bitta katta zabardast odamni kutayotgan variantlar. Uylangan bolani kuchi yetmayapti. Gap yo'q. Qarab turing mana. Bismillahirrohmanirrohim. Mana aka. Bo'ylari xudo xolasa 80 rub qo'yapti bu. 80 ga olishsin aka. 80 rub qo'yapti. 80 emas aka. Ha. 75 plusga olishsin, mashina narsani duo qilib qo'ysin, otangga rahmat deysin, tamam. 75 plusga. 75 plusga olishsin, otangga rahmat, kommentariyani gumbullatib qo'ysin. Xudo xolasa narxlari ham o'ta go'zal bo'ladi aka mashina narsani. Mana o'zingiz chiqarib yuribsiz. Bismillahni aytamizda, narxini keltirsangiz. Bunaqa 4 million 38 yo'q narsa aka. Yechib qo'yamiz. Xursandchiman, 37 ham, 36 dan berishsin, 1 soatda telefon qilsa bo'lishga ham, misol 5 ta 10 tagacha shunday olsa, shunday kesib beraman, 36 dan o'sha narsa ketaveradi. Kamini gapiring uka. Telefon qilib o'tib bersam bo'lmaydimi aka? Kamini. Dangal savdo. Maqsad sotishda. Hop, ana shunday. Xursandchiman, mana unaqa 38 demaydi, 36 aka, o'zingiz sinmas 50 ming so'm. Bir gap aytaymi? 50 ming so'm yarimta bola emassiz, butun bolasiz. Butun qilib o'ting. Aka, telefon qilsa 3 million 500 ming so'mdan ketdi. Telefon qilsa 2 soat oldin telefon qilib qo'ysa, chiroyli qilib bitta oshni damlaymiz.
anaqasi bizga bonus bo'ladi. Bor aka, joningiz omon bo'lsin. Demak, akalarim, ukalarim, xudo xolasa dangal savdo, dangal narxda eshitdilaring. Gigant qo'zilarning narxini xudo xolasa arzon qilib oldilar. Laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turadigan joyi xuddi mana shu joyda. Akalar, arzon bo'lsa arzon ekan, otangga rahmat duoni qilib qo'yasizlar xudo xolasa. Kelaman degan aka-ukalarimizga bitta oshni chiroyli qilib damlab qo'yib, kutib oladigan ukamiz xuddi mana shu joyda xudo xolasa. Demak, akalarim, ukalarim laykni bosib turasizlar. Keyingi partiya qanaqasi chiqadi uka? Shu mashina где-то bir rasa farq qilsa 1 oylik razilsa qiladigan qo'zilar chiqadi aka. Bo'ldi. Demak, gigant variantimizda sal 1 oylik farqi bor, xudo xolasa chiqaveramiz. Keyingi partiyaga navbatda beramiz. Qadrdonlarim, akalarim, ukalarim, xudo xolasa mana ikkinchi partiya qo'ylarimiz ham chiqib kelishdi. Bular haqidagi ma'lumotlarni ham ukamiz o'zlaridan chiroyli qilib eshitib olaveramiz. Demak, ikkinchi partiyaga sonlari nechta chiqdi uka? Hop aka, soni akalari ham bo'lsa 23 ta bo'lardi. 23 bosh hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor. Hammasi bo'lsa bekor. Gap yo'q. Hammasi qo'chqor, pichmasi bo'lsa bekorga ketaveradi akalar. Laykni bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Bularni bo'y basti qanaqa chiqyapti uka? Hop aka, bularniki hozir mana ko'zingiz oldida shunday bittasini, shunday farqi yo'q, bittasini. Shu o'rinda bittasini. Mana. Kelganimizni o'lchaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bag'ulga to'g'ri. Qo'ylarimiz mana akalar yerga tekkizib turibdi oyoqlarini. Bismillahirrohmanirrohim. Yerdan balandligi xudo xolasa, qani? Bismillahirrohmanirrohim. 77 chiqyaptilar-da. Aka, o'tgan safargini 75 plusga oldimmi? Hop. 73 plusga olsin, 73 ga olsin. Hop. Like bosib qo'yishsin bo'ldi. Joningiz omon bo'lsin. 73 dedingizmi? 73 ga va 70 ga Ana olsin shunday aka. gapi. Endi 3 puch, ikkilar ham paydo bo'lyaptimi debman. Yo'q, olsin, mana xohlaganlarini telefon qilsa, video qilib syomka qilib beraman. Realni mana. Realni. Bo'ladigan savdo, xudo xolasa boshidan ma'lum deydi-yu. Asli bo'ladigan bola deydi-yu, biz savdoga ham o'g'iraveramiz akalar. Demak, bularning yosh oyligi qanaqa? Hop aka, bularning yosh oyligi oldi 8 oylik. Oldi 8 oylik. Endi ichida misol 7 oyliklari ham bo'lishi mumkin. Aha. Endi dehqon dilazini olib aytyapmiz-da. Gap yo'q. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa bularning yezdishtilari sinovdan o'tdimi? Sinovdan o'tdi, 1 hafta garantiyasini beraman. Yesa, ichsa buniki ham ularga qoladi, yemasa ichmasa telefon qilishadi aka. Bo'ldi. Demak, tushunarli. Akanchatilni senasini bitta tars qilib yoramiz. Aka 33 dan berisin, dastlabki qilib yetkazib beraman. Gapsiz bo'lishi. 33 dan 2,5 unaqa narsa yo'q. Qani? Hammasini olganga xayri bor. Telefon qilsa xayri bor aka. Ish bitadi. Ish bitadi aka. Bor aka. Mana yana shu yerga bitta bonus qilaymiz, siz obunachilarga. Shayda o'tib berib qo'ying qala. Unaqa 25 ming unaqa emas. Telefon qilsa 3,250 ming so'mdan bitta joyga shunday ketaveradi. Uka jo'natib bersa bo'ldi. Tellab olishi. Tellab olsa, telefon qilsa kelishamiz. Unaqa dunyo foydali bo'lmaydi, dunyo ustiga minmaydi. Demak, tushunarli. Akalarim, ukalarim, xudo xolasa ko'rib turibsizlar. Dastlabkasi qayergacha bo'ladi? Dastlabkasi Samarqandgacha ketaveradi. Samarqandgacha ketaveradi. Demak, laykni bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Xudo xolasa biz endi navbatda sekin-asta keyingi partiyaga beraverar ekanmiz, uka. Qadrdonlarim, akalarim, ukalarim, xudo xolasa mana keyingi partiya qo'ylarimiz ham chiqib kelishdi. Bularning ham ma'lumotlarini sekin-asta ukamizdan olishni boshlayveramiz. Demak, ozgina xirmonni to'ldirib kambag'al bo'y qiladigan variantlardan chiqib ketdi. Bular soni nechta? Aka 9 bosh bitta obunachingizni qo'ying mashinasi. Gap yo'q. 9 bosh bitta obunachimiz xudo xolasa olib qo'yadigan variantlardan chiqib ketdi. Xudo xolasa akalarim laykni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar, chiroyli qilib narx-navolarni ham kelishtirib beraveramiz ekan. Demak, bularning yosh oyligi qanaqa uka? Aka, bularning yosh oyligi 6 oylik plus. 6 oylik plusdagi olsin mana. Mashalloh. 6 oylikka xudo xolasa bo'y bastilarni olaverasizlar akalarim, laykni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Endi bularda yedishtilar sinovdan o'tganmi? Sinovdan o'tgan aka, bunga ham 1 hafta garantiyasi bor. 1 hafta xonadonlarga yetib borgandan keyin garantiya sinovlari mavjud. Hafta garantiya sinovlari mavjud. Bemalol xonadonlaringga sinib borgandan keyin sinab olaverasizlar akalarim. Endi uka, bularning bo'y basti qanaqa chiqyapti? Aka 70 ga olsin mana. 70 ga ketaversin. 70 ga olsin, oshig'iga misol 2-3 sm, 5 sm plus bo'ladigan bo'lsa, otangga rahmat deb xursand bo'lsa, gap. Biz xursand bo'lamiz aka. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa akalarim qo'llab-quvvatlab laykni bosib turasizlar. Akanchatilni senasini gumbillatib bitta yorib qo'yasiz uka. Aka, ha. 3 million so'mdan berishsin, dastlabki yetkazib borib beray. Kami bormi? Qo'lni bering aka. Bismillah. Har safar misol o'zingiz olyapman aka 29 dan berishsin, Samarqandgacha 9 tasini bitta joyga olishsa, dastlabki qilib yetkazib borib beraman. Yetkazib borib berasiz. Yetkazib borib beraman. Bor aka, joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa akalarim, ukalarim laykni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. 2,900,000 so'mdan dastlabki xizmat Samarqandgacha bepul yetib boradi akalar. Demak, keyingi partiyaga qanaqasi edi? Ishonavering, o'ta go'zallari kelgan. 4 ta tim sariq, bitta qora jullilari bor aka. Gap. Junli variantlaridan xudo xolasa
keyingi partiyamiz esa aka yana bitta gapda. Aha. Misol mana qurbonlik deyishyapti. Shunisini aytish esdan chiqmabdi, uni quloq ko'ring. Butun mana. O joningiz. Butun mana. Qulog'i butun xudo xolasa. Qulog'i butun mana. Chas buloq qo'yib olaveramiz. Qulog'i butun variantlari hammasini. Butun. Gap yo'q. Quloqlari butun ekan akalar, qurbonlikka bemalol tavsiya qilinaveradi akalar. Demak, biz navbatda keyingi partiyaga beramiz. Qadrdonlarim, akalarim, ukalarim, xudo xolasa mana so'nggi partiyamiz ham chiqib kelish. So'nggi partiyamizga o'sha velekan, mana ularni qaranglar. Zotga tavsiya qilinadigan qo'ylarimiz ham chiqib keldi. Bularda xudo xolasa ma'lumotlarni ukamizning o'zlaridan olaveramiz. Demak, sonlari 4 ta, bitta qora, 4 ta, 3 ta sariq. Yo'q. 4 ta sariq, bitta qora, 5 dona. 5 dona aka, o'ta go'zallari, zotga tavsiya qilaman mana shu narsani. Mashalloh. Zotga olishsin, maza qilib boqsin aka. Gap yo'q. Bular yosh oyligi qanaqa uka? Yosh oylik aka 4 oylik. 4 oylik. 4 oylik, lekin 7 oylik, 8 oylik qo'shqalarda damini beradi kerak. Damini beradi. Mashalloh. Akalar, ukalar xudo xolasa gazini bosib boqadigan, yemlaydigan joyi xudo xolasa mana shu joyda. Laykni bosib qo'llab-quvvatlab turasiz. Chastligini qarang. Uka, voy, bularda bo'y basti necha chiqadi hozir mana shu premyer o'lchaganda? Aka, ko'rib turibsiz, misol mana shulardagi 70, 72, 73 chiqib qolsa kerak mana. Hop. Hop, nariglardagi kishi 75 ga olishaveradi aka. Olishaveradi. Bo'yini o'xsha quyi so'yg'ini ichiga beramiz. Hop, bo'yinimi 70 ga olishsin aka. 70 ga olishaversin, ha. 70 ga olishsin. Maza qilib boqsin mana narsani aka. Gap yo'q. Akalarim, ukalarim laykni bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar, xudo xolasa. Bularni yedishdilar olov, ha? O'ta go'zal aka, yemasa ichmasa bu darajaga kelmaydi. Nushqib deyapti aka uyda. Mashalloh. Eng zo'r tarafini aytayim, mana shu narsani, misol, mana bizni qo'ramiz bitgani yo'q edi-da. Aha. Misol, bitmasdan yetib keldi bu narsalar. Misol, molxonaga shuni qo'yib bersak, molni oxiridan misol o't yeyapti mana shu narsa. Gap yo'q. Akalarim, ukalarim, xudo xolasa, zotga tavsiya qilinadigan qo'ylarimiz ham chiqib kelishdi. Bularning dastavkasi qanaqa bo'ladi? 5 donani. 5 donasini aka, Toshkentgacha dastavkasi besplatni aka bularniki. Toshkentgacha dastavka xizmatlarimiz besplatni yetib boradi, xudo xolasa. Uka, bularning akanchatini, senasini gaplashib qo'ya qolaylik uka. Hop, aka, mana ikkitasi egizak mana. Aha. O'rtadagi bilan mana Nari chekkadagisi. Nari chekkadagisi egizak. Aha. Hop, nariglari endi undan tichroq. Hop, mana narsani qo'yig'i suyug'iga olishsin, 33 dan beraman. Telefon qilsa, kamini o'tib beraman aka. Kamigami, xayrigami? Xayriga telefon qilsa bitta osh mendan har doimgidek kamini ham qilib beraman aka. Baraga. Yana shaytiga aytib qo'ying, mana shu ikkitani kattani olishsa, misol 35 dan, misol 34,5 ham 34 dan berishsa mana shu ikkitasiga. Ikkitasiga. Ha, mana ikkitasini 32 dan 3 tasini yetkazib beraman aka. Yetkazib Qo'yig'i beraveradi. suyug'iga olishsin, 33 dan ketaveradi aka. Bo'ldi. Dastavkasini qayergacha dedik? Toshkentgacha qilib beraman aka. Toshkentgacha yetkazib boramiz. Akalar, ukalar, xudo xolasa narx-navolarni ko'rdilaring. Laykni bosib, bahosini o'zlaring berasizlar, xudo xolasa. Zotga tavsiya qilinadigan qo'zilarimizni bemalol telefon qilsalaring, alohida video syomkalar asosida chiqarib berishaveradi, xudo xolasa. Gap yo'q. Keyinda akalarim, ukalarim mana shunday zo'r joyda video syomkamizni yakunlaymiz. Sizlar bilan inshaalloh keyingi syomkalarda yana ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat hammaga.